mana shu g'alla, tuplagan g'alla hosilni asosiy bosh kifoyalarini mana xuddi shunaqangi holatda zararlaydi. Ko'chat yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni bug'doy maydonidagi o'simlik kamayib yo'q bo'lib ketadi. O'simlik bo'lgan, unib chiqqan va zararlagandan keyin mana yer baravar bo'lib mana Baxtiyor aka mana. Mana shu bug'doy mana. To'g'rimi aka? Kemirilgan holatda chiqadi mana. Chaynab qo'ygandaqa bo'ladi mana. Hurmatli fermerlar, bug'doy yetishtiruvchi, g'alla ekinlarini parvarishlovchi dehqonlar, mana sizlarga hozir foydali bir kontent tayyorlayapmiz. Mana shu yerda ko'ylaganimiz sababi ko'pchilikda azir yoki qir bo'yiga ekilgan bug'doylarda xuddi shunaqangi ko'ylab bir narsa bir kemirgan holat ko'rinadi. Bu qumursqa yoki chumalini uyi emas. Buni yaqqol zararlayotgan g'allani zarar ko'rgan narsa vizildoq qo'ng'iz deyiladi. Vizildoq qo'ng'iz mana bu o'zini uyasida turibdi. Buni bug'doy. Bug'doyni iniga olib kirib ketib, mana shunaqangi holatda kemiradi. Bu tuproq ostida yashaydi, lekin tashqariga chiqib o'simlikni nobud qiladi. Gektariga eng kamida 5-6 sentnergacha hosiliga zarar yetkazadi. Ko'rinishi shaffof. Aka shuni qo'lda olib berib nima qilib turasizda, Baxtiyor aka? Bu Namangan viloyatida ham o'sha qirlik, tog'lik joylarida ekiladigan bug'doylarda, Farg'ona viloyatida Quvasoy, Vadil, ya'ni Quvasoy, Farg'ona tumani yoki bo'lmasam Surxondaryo viloyatini tog' va tog'oldi rayonlarida, Qashqadaryo viloyatida ham uchraydi bu. Mana shu vizildoq qo'ng'iz. Qo'ng'izni lichinkasi mana. Endi buni zarari mana hurmatli fermerlar, mana shu g'alla, tuplagan g'alla hosilni asosiy bosh kifoyalarini mana xuddi shunaqangi holatda zararlaydi. Va bu fermerlar yaxshi biladi zararini aka. Qanaqa qilib yuboradi Baxtiyor aka? Ko'chat yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni bug'doy maydonidagi o'simlik kamayib yo'q bo'lib ketadi. Mana matlarni yegan. Mana shu yerlarda haqiqatda o'simlik bo'lgan, unib chiqqan va zararlagandan keyin mana yer baravar bo'lib mana Baxtiyor aka mana. Mana shu bug'doy mana. To'g'rimi aka? Bunday qo'llaringiz bilan tortsaringiz mana shu kemirilgan holatda chiqadi mana. Chaynab qo'ygandaqa bo'ladi mana. Mana shu yerda ham bo'ladi. Bundan aziyat chekayotgan fermerlar, dehqonlar qarg'a yeb ketyapti yoki kaptar urib ketyapti deb chaqirishgan yillarini ham bilamiz. Mana ini. Mana bu uyasi bo'ladi mana. Atrofini qaralinsa zararlagan holatda bo'ladi. Albatta bunga qarshi kurashsa bo'ladi. Bug'doy maysalar unib chiqqandan keyin tarkibida imidakloprid ta'sir etuvchi moddasi bo'lgan yoki atsitamiprid ta'sir etuvchi moddasi bo'lgan insektisidlarni qo'llash tavsiya etiladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, bug'doy yetishtiradigan, g'alla parvarishlaydigan fermer tanishlaringizga yuborib qo'ying.